Assalomu alaykum hammaga hormeli tuzumizlar charchab qolmayapsizlarmi? Hammani o'ylantirayotgan savol. Oxiri nima bo'ldi? Ish yopti quvordingmi, qo'rqdingmi? Bir nimalar deyotganlar uchun mana men sizlarga hozir inspektor bilan bo'lgan suhbatni qo'yib beraman. Ya'ni profilaktika inspektori bilan men bugun gaplashdim. Ularning gaplarini mana men sizlarga hozir videoda qo'yib beraman. Eshitasizlar. Nima bo'ldi, nima qo'ydi, qachon nima bo'lishini. Assalomu alaykum Jovlon aka. Hormat, tuzumsiz aka, sog'ligingiz yaxshimi? Uzr, bezovta qildim. Menga siz nomeringizni berishdi. Hozir men ro'diga telefon qilib bog'landim. Men 19-da ariza qoldirganman kechasi. Taksichi bo'laman aka, agar bilsangiz, arizangizni ko'rayotgan ekansiz. Rahmat, Xudoga shukr. Qanaqasiz o'zingiz aka, charchamayapsizmi? Rahmat, Xudoga shukr. Endi qilaman deb turdim sizga, material tergovdan oluvdim men. Tergov bo'limiga kirib chiqadi, o'zimga ko'rsatmagan. Shundan oluvdim, endi telefon qilaman deb turdim sizga. Joningiz sog' bo'lsin aka. Nima bo'ldi masala aka? Masala men sizga hozir bir 2-3 kunlik telefon qilib qolaman, sudga chiqadigan material bo'lyapti endi bu, ko'ramiz. 2-3 kunda sudga chiqadi, xudo xolasa. Men sal tobi yo'q, bundoq degandek qilyapsan, raisi bilan gaplashsam. Buguna hali bog'lanmadim to'g'ri. Uyga borsam yo'q. Menga nisbatan hech qanaqa e'tirozlar bo'lmayaptimi aka? Endi ko'ramiz hozir. Men aytdim sizga, tergov bo'limidan yozma ko'rsatma bilan oldim materialni. Endi maslahallashamiz, ko'ramiz. Tergov nima desa o'shanga qarab ish qilamiz. Просто jimjit bo'lib ketganiga o'zim xotirab telefon qildim aka. Malada bola olgan ekansiz ko'rsatmalarni. Shunaqa uchastkovoy oluvdi, men tanimayman. Chiqardim, sizga telefon qilaman, chi. Bo'ldi, Jovlon aka, salomat bo'ling, sog' bo'ling. Rahmat kattakon sizga. Sog' bo'ling. Ko'rdinglar mana holatni. Xudo xolasa 2-3 kunda sudga chiqadigan bo'lib turibdi ishimizda nasib.